Hayot bizga ba'zan so'z bilan aytib bo'lmaydigan tuyg'ularni hadya etadi. Quvonch, minnatdorlik, mehr va samimiyat bularning barchasi bugungi tabriklarimizda mujassamdir. Chunki bu so'zlar oddiy tilak emas, yurakdan chiqqan ezgu niyatlar ifodasidir. Tabrik vaqti loyihasi tomonidan yetkaziladigan bugungi tabriknoma samimiy inson uchun atalgan. E'tiboringizga o'sha go'zal dilnomani havola etishni boshlaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Nuquljon ona, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bezovta qilib qo'ymadimmi sizni? Yaxshi, rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bugungi kunlaringiz xayrli bo'lsin onajon. Rahmat. Men sizga ayni daqiqalarda salom va tabriklar vaqtidan qo'ng'iroq qilyapman. Shu loyiha suxandoni Rayonaxon bo'laman. Rahmat. Mehribonim onajonim, bugungi tavallud ayyomlaringiz, qarshi olgan yana bir yangi yoshlaringiz, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Ilohim umringiz uzoq, rizqingiz butun bo'lsin. Oilangizni esa tinchlik, xotirjamlik, tanu joningizni sihat, salomatlik aslo tark etmasin onajon. Rahmat. Xo'sh, onajonim, bugun shukronalik, shodiyonalik kuningiz ekan. Bu kun munosabati bilan bizning loyihamizga siz uchun ajoyib tabriknomalar yetib kelgan. Aynan yaqinlaringiz nomlaridan. Nima deb o'ylaysiz? Bir taxmin qilib ko'ra olasizmi? Qaysi bir yaqinlaringiz bizga siz uchun ajoyib tabrik xatlarini yo'llagan bo'lishlari mumkin? Kelinlarim bo'lishi mumkin, farzandlarim, jigarlarimdir. Aynan qay birlaridan ko'proq kutyapsiz onajon? Kelinlarimdan o'xshaydi. Ismlari qaysi biridan? Ikkita keliningiz bor menimcha, to'g'rimi? Saqlanmaydi. Albatta onajon. Bu samimiy dilnomalar hamda maktub so'zlari sizni juda ham yaxshi ko'rib, hurmat qiluvchi, siz uchun borlarini, hattoki jonlarini ham berishga tayyor turuvchi mehribon insonlaringizdan turmush o'rtog'ingiz Kenjavoy akamiz, o'g'illaringiz Oybek, Ravshanbek, Jamshidbeklar va kelin qizlaringiz Umidaxon, qizlaringiz Marjonaxon, shirindan shakar bo'lgan nabiralaringiz Solihaxon, Xudo shukr, Muhammad Yusuf nomlaridan barcha yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz nomlaridan sizni bugun eng suyukli mehribon keliningiz Shahloxon tabriklamoqdalar. Rahmat. Baxtingizga omon bo'lsin barcha yaqinlaringiz. Xo'sh, men qaynona onajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Ularga bo'lgan mehrim, muhabbatim o'zgacha. Agar imkoni bo'lsa, men yuborgan tabrik maktubini qaynona onajonimning o'zlariga qisqacha bo'lsa ham o'qib bersangiz, juda ham xursand bo'lardim degan ekanlar. Xo'p desangiz, mana shu kelin qizingiz Shahloxonni siz uchun atagan ikki og'iz tabriklari bor ekan. Mana shu tabriklarni sizga o'qib bersam maylimi? Nima deysiz onajon? Mayli. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Har doim mana shunday barcha yaqinlaringizni e'tiborida, e'zozida, ardovida, hurmatida bo'lib yuring. Marhamat, qabul qilasiz dilnomalarini. Aziz va mehribon qaynona onajonimga. Assalomu alaykum mening mehribonim, o'zimni gul yuzligim, qaynona onajonim. Bugun siz dunyoga kelgan eng qutlug' kun. Avvalo, tavallud ayyomingiz bilan sizni chin qalbimdan muborakbod etaman. Siz bu xonadonning fayzi, duosi, qabul bo'ladigan oqila onasi, mehr va muhabbat taratadigan quyoshsiz. Sizning oq ko'nglingiz, sabringiz va mehringiz tufayli oilamiz yanada mustahkam, xonadonimiz esa yanada fayzli bo'lib turadi. Ba'zan ona degan buyuk so'z faqat dunyoga keltirgan insongagina emas, qalbidan joy bergan, mehrini ayamagan farzandidek bag'riga bosgan insonlarga ham munosib bo'ladi. Siz menga ana shunday mehribon insonsiz.
onajonim, mehribonim o'zimni, har bir duoyingiz bizga qanot, har bir nasihatingiz hayotimizga yo'lchi yulduz bo'ladi. Mehringizni so'z bilan o'lchab bo'lmaydi onajon, yaxshiligingizni esa hech qanday boylik bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Allohim sizga uzoq va barakali umr, mustahkam sog'lik, qalbingizga esa cheksiz xotirjamlik ato etsin. Farzandlaringiz va nabiralaringizni baxtini ko'rib, doimo yuzingizda tabassum, ko'zlaringizda quvonch yaltirab tursin. Bugun aytilayotgan barcha ezgu tilaklar siz uchun kamlik qiladi. Chunki sizning qadringiz tilaklardan ham ulug', mehringiz esa ta'riflardan ham yuksakdir. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, aziz qaynona onajonim. Ilohim umringiz bahordek go'zal, qalbingiz doimo nurga to'la bo'lsin. Siz bor ekansiz, oilamizda mehr bor, fayz bor, baraka bor. Sizni chin qalbimdan yaxshi ko'raman onajonim, o'z onamdek yaxshi ko'raman, hurmat qilaman va borligingiz uchun Allohimga ming shukrlar aytaman. Yana bir bora bugungi tug'ilgan ayyomingiz, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, aziz qaynona onajonim. Sizni juda ham yaxshi ko'raman deya mehribon keliningiz Shahloxon o'zlarining mana shu joyda chiroyli nomalarini tugatgan ekanlar. Bizni tinglayapsizmi, Nuquljon ona? Sizning ham mana shunday mehribon kelin qizlaringizga, barcha farzandlaringizga, oila a'zolaringizga atagan samimiy tilaklaringiz bo'lsa, ayni daqiqalarda bizning loyihalarimiz orqali yo'llashingiz mumkin. Marhamat. Salomatligini tilayman. Hamma ishlar yurishib o'tsin. Doktorlar yaxshi kunlarni bersin. Albatta. Men o'zimni yaxshi ko'raman. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar. Ilohim duolaringiz ijobat bo'lsin onajon, mehr muhabbatlaringizga hech qachon ko'z tegmasin ilohim. Nuquljon ona, xursand bo'ldingizmi? Kayfiyatingiz ko'tarildimi? Albatta, har doim mana shunday xursand bo'lib yuring. Onajon, aslida siz bundan ham ortig'iga, bundan ham ziyodasiga loyiqsiz. Ilohim farzandlaringiz baxtiga, barcha yaqinlaringiz baxtiga har doim sog' salomat bo'lib yuring. Dunyo turguncha turing ilohim. Hoji onalar bo'lishlik nasib qilsin ilohim. Rahmat. Onajonim mehribonim, tug'ilgan kuningizni yaxshi kunda, yaxshilar davrasida yaxshi kayfiyatda o'tkazib oling. Xayr, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat, sizga katta rahmat. Samimiy suhbat uchun sizga ham kattakon rahmat deyman. So'zimiz so'ngida kelin qizingiz tomonidan ajoyib taronamiz yangrab o'tadi. Marhamat. Rahmat. Kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrida onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, bunday yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz
omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim